Marhamat, Mubin Muhiddinovich, Soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari. Marhamat. Assalomu alaykum, tanzikomlar, hurmatli senatorlar. Birinchi navbatda mana raqamlashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha soliq organlarida umuman respublikamizda ko'plab ishlar amalga oshiryapti. Shu jumladan soliq to'lovchilarga oson, sodda va ularni xarajatlarini kamaytirish maqsadida haqiqatan elektron ключ orqali bizda barcha hisobotlarni topshirish va elektron hisob fakturalarini rasmiylashtirish va barcha ishlar to'liq raqamlashtirildi va bugungi kunda bu bo'yicha hech qanday muammo deyarli qolmadi. Uni takomillashtirib boryapmiz va yana soddalashtiryapmiz. Endi shu bilan birga biz o'tgan yildan boshlab biz tovar transport yuk xatlarini rasmiylashtirishni ham elektron tarzda rasmiylashtirishni yo'lga qo'ydik. Endi bir qator shu yerda masalalar bo'ldi. Elektron ayrim transport vosita egalari elektron ключi yo'q yoki ular tasdiqlay olmaydi va ayrimlar qanday qilib uni hujjatlarni to'ldirish bilmaydi. Shundan kelib chiqoldi, biz ularga yana bir imkoniyat berildiki, o'sha elektron ключdan tashqari o'sha mobil ilova orqali ularga imkoniyat yaratib berdik va o'sha telefon orqali bemalol tovar transport yuk xatlarini o'sha Face ID orqali tasdiqlash tizimini joriy qildik. Mana deyarli 1 yil davomida ishladi bu va o'zini ijobiy natijasi ko'rsatdi. Yana ko'plab transport vositalari egalariga, yana bu jismoniy shaxslarga va yakka tadbirkorlarga bir qulay shart-sharoit yaratildi. Men o'ylaymanki, bu tartibni joriy qilinishi va qonunchilik bilan ular soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilishi bir qator yaxshi sharoitlarni yaratib beradi va bu tizim to'liq kiber xavfsizlik tizimidan o'tgan, ular xulosasi olingan va ular xulosasi takomillashtirilgan. Bugungi kunda ishlayapti. Men o'ylaymanki, kelgusida bu tovar transport o'sha yuk xatlarini elektronlashtirish va ularni takomillashtirib borish hisobiga yo'lovchilarga va yuk tashishga o'zini ijobiy natijasi ko'rsatadi va o'sha legal to'g'ri ishlash imkonini yaratadi deb o'ylayapmiz va shuni sizlarga kiritganmiz. Agar sizlar tomonidan shu ma'qullab bersa, men o'ylaymanki, bu tadbirkorlarimizga ancha qulaylik yaratadi. Rahmat.